Hammaga salom do'stlar, sizlar men Kompot va bugungi yangi videomizga xush kelibsizlar. Ha, bu men Kompot emasman, mana bu menman. Ha, bugun biz oq jitel va korishniy jitel va mana oddiy jitel bilan challenge o'tkazamiz. Ya'ni kompotli labirint va bu yerdan o'tsangiz sizlarga juda ham katta sovg'amiz bor va bu sovg'ani sizlarga hozir ko'rsataman. Juda ham zo'r sovg'a mana. Izmirotlar, juda ham ko'p izmirotlar beramiz va bu challenge yutganga albatta izmirot beramiz va videomiz juda ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz. Bo'lmasam ketdik, qani go. Jitelar, lekin menda bitta savol bor. Kim birinchi bo'lib shu labirintga birinchi kiradi? Men birinchi kirishni istayman. Men albatta o'taman. Yo'q, men birinchi kiraman. Men birinchi kiraman. Jitel birinchi gapirdi, demak oq jitel birinchi keldi. Ha, yutqizsang nima bo'lishini bilasan, ha, bo'ldi. Yutsam juda ham ko'p izmatli bo'laman. Lekin labirintda juda ham ko'p tuzoqlar bor. Bu muammo emas. Men bunaqa tuzoqlardan tezda o'tib ketaman. Xo'p, bo'lmasa senga omad. Men esa uni bosh tapida bo'lib turaman. Sen esa o'tib turasan. Xo'p, hozir senga kamera bilan yo'llanib olay bo'lib turibdi. Hozir qarachi obunachilar, hozir juda ham zo'r bu narsalar qurishga juda ham ko'p mehnatim ketgan, lekin shu uchun like bosib qo'ysanglar deb umid qilaman. Like va obuna bo'lib qo'yinglar. Va kirib oldik. Hozir juda ham yaxshi mana bu sovg'alar va hozir kompyuterga ulanib kameralar bilan ko'ramiz. Qani kim yutarkan, qani video oxirigacha ko'rsanglar, bilasizlar kim yutishini. Albatta kommentariyaga yozinglar kim yutadi deb taxmin qilib tursanglar bo'ladi. Ha, hozir ulamiz. Jitel tayyorlan, sen kiraver. Hozir men bu yerda jez o'tib ketaman. Jitlar menga omad tilaylar. Men hozir o'tib ketaman. Tezroq bor. Ha, juda jitlar boshqacha. Mayli, bo'lmasa sizlarga kiramiz. Juda ham g'alati. Mayli, bu yerga yuramiz. Bu yerda yo'q. Bu ketdim. Mayli, kapot men jinni deb o'ylaydi o'xshaydi. Hani o'tib ketamiz. Ozgina jolmayapti. O'rayapti lekin. Mayli, o'tib ketamiz. O'rayapti. Juda ham qiyin ekan deb o'ylayman. Sal qiyinroq ekan. Mayli. Sunduqni olamiz. Sunduqda kichik ketadiganlar dorilar bor ekan, dorilarni olib olamiz va bo'ldi. Dorilarni oldik va ana shunga kerak ekan. Endi buni dorini ichamiz. Mana endi kiramiz. Juda ham chiroyli dorimi? Ha, to'g'ri. Bo'lmasam sekin boraveramiz. Yana dorini ichamiz. Va yana sekin kiramiz va bo'ldi. Ana yanada kichishimiz kerak ekan. Tezroq olamiz. Ha, yanada kichishamiz. Ko'ryapsizlar, juda ham kichinaman. Juda ham kichib ketdim. Mayli, hozir meni tezda o'tib ketsam keyin bu qora dorini ichaman. Men katta olaman. Ha, bo'ldi, tezroq bo'lishim kerak. Tezroq. Ana bo'ldi, mana nihoyat. Endi bu yerda o'tsam bo'ldi. Xo'sh, bu yer tupik. Tupik. Nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti? Hoppana. Oq jitel tushib ketdi. Ha, mayli, endi yutqizdi. Oq jitel sen yutqizding. Endi senga sovg'alar yo'q, afsuski. Ha, endi narigi jitel chaqishim. To'xtanglar. Hozir oq jitel narilarga aytib bersa va biz tuzoqlarni almashtirishimiz kerak, ya'ni o'zgartirishimiz kerak. Bo'lmasam ketdik, o'zgartiramiz. Letoy jitel, sen tayyormisan? Tayyorman. Eshitmayapman, tayyormisan? Tayyorman. Eshitmayapman, tayyormisan? Tayyorman. Ha, bildim, to'g'ri, tayyor ekansan va kiraverasan, lekin men ozgina o'zgartirgan tuzoqlarni. Rostdan qanday almashtirding? Ha, men bilaman, oq jitel senga hammasini aytib bergan. Albatta yo'q. Mayli, omad. Men esa bosh tapda bo'lib turaman, xo'pmi? Negadir menga juda ham qo'rqinchli. Qani endi tezroq men ham kelgim kelyapti. Menga o'xshaydi. Albatta menga ham o'xshaydi. Sen bilmaysan qanchasini. Qani o'zim ham cho'tka o'tibman. Mana bu yerga yuramiz. Bu yerga. Hoppana. Naysalar aytganidek oq jitel o'zini o'zgartirdi menga kapot. Lekin boshqachami? Bilmadim, g'alatiroq ekandi. Mana bu yerda sudut bor deganda yo'q ekan. Ha, mayli, bu yer cho'tdan ekandir o'zgargan.
mayli. Ha, mayli sudi bor deganda, lekin yo'q ekan afsus. Mana bu yerda deganda. Ha, mayli. Bo'lmasam mana bu yerga albatta o'zgartirib. Yo'q. Hop, opa. Oh, oh. Hop, bu yerga yuramiz. Oldiga o'ta olaman. Opa. Opa. Ho, yaqinlashib qoldik. Hozir yo'q, bu yer tupik. Bu yerga yuramiz. Bu yer ham tupik jurursa. Mana bu yerga yuramiz. Yo'q. Mana kelib qoldi mana. Hozir sakrayman. Hozir mana boshqa ko'rinyapti. Hozir yutib bolta uraman. Qo'yib ketaman. Qani, chuqur ekan, lekin men hozir besada otdim. Tushib ketdimmi? Qayerga? Ko'rdinglarmi, obunachilar juda ham kulgili bo'ldi, tushib ketdi. Shunchaki eshikni orqasiga eshikni ochganda bo'ldi, tushib ketardi, knopka qo'yib qo'yganda juda ham kulgili bo'ldi. Ha, endi jetil sen yutqizding, xafa bo'lma endi. Narigi jetil sen kelaver. Hozir men almashtirib keyin kelasan, xo'pmi? Bo'pti, hozir almashtirib olaymiz. Jeter sen oxirgisisan va sen qolding. Lekin tushib ketmagin iltimos. Men shunchalik qiyin qildimmi? Yutgin, xo'pmi? Shunchaki ularla meni tortishtirmaydi. Men hozir chip-chip o'tib qolaman. Narigilar ham shunday degan tushib ketdi. Ha, mayli, men narida bo'lib turaman. Senga esa omad yutishingga tilab qolaman. Mayli, xayr, men seni kuzatib turaman. Juda ham hozir juda ham qo'rqyapman. Mayli, hamma o'lib ketdi. Hozir o'tamiz. Mana bu yerga kiramiz. Bu yerda bunaqasi yuramiz. Bunaqasi. Parkour juda ham yomon ko'raman. Jin ursin. Narigi chet raqam nima bo'lishini aytmadi menga. Opana. Opa. Parkourni juda yomon ko'raman-da. Bu juda ham qiyin. Mayli, bu yerga yuramiz. Bu yerdan u yerga yuramiz. Opa. Yo'q, bu yerga. Opa. Tupik ekan, jin ursin. Tupik yana shu yerga o'tish kerakmi? Opa. Juda ham qiyin ekan, jin ursin. Kapot. Hazırlashyapsanmi? Men bu yerda o'ta olmayman. Yo'q, mayli, eplamiz. Lekin ozgina. Ozgina qoldi. Yana. Ozgina qoldi. Bu yerga yurmaymiz. Bu yerga yurguncha bu yerdan. Lava. Hozir lavadan chop o'tib qolaman. Opa, bo'ldi. Jet qo'ydi. Tupik, yana bir tupik. Orqaga o'tish kerak. Opa. Jin ursin. Baribir ham shu yerda o'tish kerak ekan. Opa. Juda ham qiyin bo'lyapti. Lekin menga yo'q, hammasiga shu qiyin bo'ldimikin. Bu yerdami? Yo'q, u yerdami? Shu yerdan kirishga ekan boshlab. Nimagadir kiryapti. Qilib qoldi. Qoladigan devor, jin ursin. Mana qo'yib topdi. Sen juda ham qo'rqitding. Ha, endi sen yutding va hamma izmirotlar seniki bo'ldi. Hammasini senikiga berdim. Men yutdim. Shu hammasi meniki. Kapot. Eng zo'ri. Kapot. Senga bitta savolim bor. Qanday sen u yerda o'tib ketding? Qanaqasiga men juda ham qiyin qilgandim-ku. Bu haqida gapirma. Bu juda ham qo'rqinchli edi. Bu mexaniklar bilan qilingan edi. Oxirgi tuzoq har doim qiyin bo'lishi kerak edi. Lekin sen o'tding. Ozgina omad kelib qoldi. Senda endi shuncha izmirotlar bor. Qara, buncha ko'pligini mazza qilib yasha. Kapotligi ushlamasligini so'rayman, iltimos. Obunachilar, mana Jetel yutdi va bu video juda ham qiziq bo'ldi. Umid qilaman. Korishneviy Jetel yutdi va sizlarga ponchik beraman. Hech bo'lmasa ponchik yeb ketinglar. Balki menga 3 ta bersa. Mayli, men olsang 3 ta. Bu tuzoqlar juda ham qiyin bo'ldi. Hammasini almashtirib chiqish juda ham muammolar bo'ldi. Bu yerdan qanday o'tganiga hayronman. Buni juda ham ko'p vaqtim ketgandi-ya, shuncha vaqtim. Mayli. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham zo'r video bo'lgan bo'lsa. Menga juda yoqdi.
senga qanday gapirsam ekan? Bo'ladi. Ha, jetillar yutqizganingiz ham bo'lishingiz mumkin, lekin qarshi jetil yutdi va u juda ham ko'p izmotlarga ega bo'ldi. U juda ko'p izmotlarga ega bo'ldi va bu juda ham ko'p. Do'stlar, bu juda ham zo'r video bo'ldi deb umid qilaman. Do'stlar, kommentariyaga yozib ketinglar qanaqa video bo'ldi va kanalga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, men Kompot bo'ldim.